Milliy liboslar xalqimizning boy madaniyati, tarixi va uning urf-odatlarini ifodalovchi bebaho merosdir. Milliy libosini kiygan inson o'z madaniyatiga hurmat bilan qaraydi. Har bir millatning madaniy boyligi uning milliy kiyimlarida aks etadi. Milliy liboslarni kiyish bu o'z tarixingni yuragingdan his qilishdir. Kim milliy libosini qadrlasa, xalqini ham qadrlaydi. O'z milliy libosini hurmat qilgan xalq hech qachon o'zligini yo'qotmaydi. Kim o'z tarixini unutmasa, milliy libosini unutmaydi. Milliy mato bu shunchaki kiyim emas. U avlodlardan avlodlarga qolib kelayotgan madaniy merosdir. Milliy kiyim bu nafaqat bezak, balki urf-odat timsolidir.